Amerikada o'tkazilgan Arnold Classic musobaqasida qatnashib, mana nasib qilgan ekan, chempion bo'lib, pro kart egasi bo'lib qaytdim. Bilaman, musobaqa oson bo'lmadi, kuzatib bordinglar Instagramdan. O'ziga yarasha qiyinchilik bo'ldi, lekin qiyinchilik bo'lgani uchun ham natija shunaqa bo'ldi deb o'ylayman. Amerikada tayyorlandik bir oy o'sha yoqda, chunki bizni sportda Amerikada tayyorlanish osonroq, u yoqda dieta qilish osonroq, ham bor fokusimiz musobaqaga qaratilgan bo'ladi, e'tiborimiz musobaqada bo'ladi. Qiynalsak ham, azob yesak ham va'da berib ketuvdik, ketayotganda biz pro kart bilan qaytamiz deb nasib qildi Alloh, biz pro kart bilan qaytdik. Ana endi katta o'yin boshlandi. Endi pro shoularga qatnashamiz. Bundan keyin yana ham zo'rlari bilan chiqib, ularni ham yengib, yurtimiz bayrog'ini yanada ko'klarga ko'tarib, O'zbekistonning kuchini hamma joyda ko'rsatamiz. Ular o'ylashadiki, O'zbekistonda bunaqa sportchilar, bunaqa sport rivojlanmagan sportchilar yo'q deb o'ylashadi. Ular xato o'ylayotganligini mana biz isbotlaymiz.